Mumayning turmudan qanchi 5-qism. Nuhi hamamu Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Assalamu alaykum və rahmetullahi və barakatuhu. Tuvanda İslam çakarları grupsida yerlagan hicret tarixlaridan Mumayning turmudan qanchi nomli asarni anglitishni boshlaymiz. كيف السكوت وهذه الأرض تجتاح Mumayning turmudan qanchi Mumay sözünü davam qilib, "Buvay har qatim kelib kelsa, yana qachon kelarkin" deb kun sanaytdim. Hayat ajoyib ekan. Hammaga asta-asta ko'ndirtgan. Bara-bara bizni ko'rishtirish 15 kunda bir bo'lgan va ko'rishish vaqtimi qisqarashga boshildi. Turayotgan o'rinning sharoitimi bargancha chingib, turmoq so'nganimni his qildiryotdi. Ayollar va kichik bolalar hammamiz cho'ng kamerda turatdik. Men hayotimda o'tkazib boqmagan kunlarni o'tkazib Balkim bu o'rinni u yerda yashab boqmagan odam his qila olmasligi mumkin. Menmu bu yerni qanday ifodalashni bilolmadim. Ayollarning ko'pida telefon bor edi. Bu yerdagi ayollar vatanning janubiy va shimolidan kelgan ayollar bo'lib, orasida dehqon, hunarvan, ziyoli, ahli ilm va qari-qursoq ayollarmi bor edi. Shunga o'zimizga tushliq ko'ngil og'irqi va xushallik amroh edi. Men bu yerda yurt-yurtdan kelgan ayollar bilan yashab, Uyg'urlarni yana bir oz tushungan. Ularning hammasi hijrat qilgan kishilar bo'lib, hammasi muhojir edi. Ammo vatanda qandoq bo'lsa, bu yerda shu mijozi va shu iymoni bilan yashab o'tadi. Ba'zilar ilm o'rgansa, ba'zilar ilm o'tadi. Yana ba'zilar g'aybat qilib kun o'tkazadi. Yana ba'zilar telefonda so'zlashib vaqtini o'tkazsa, ba'zilar ibodat bilan bo'lib yig'lab duo qiladi. Mening qisqani yashagan bu tur hayotim nurg'un hikoyalarni qoldirdi. Men bu yerda haqiqiy mu'min ayollarni va xiyonatkor ayollarni va mehribon ayollarni bir-birlab ko'rayotdim. Anglayman degan odam uchun kundadagidek tabliq qilinadi. Men bu oydan ayrilganim uchun Allohga yolvorib duo qilatdim. Bu jarayon 6 oydan ko'proq davom qildi. Bu vaqtgacha erlar bor yerdan ancha-muncha odam qochdi degan gaplar anglanib turadi. Hatto qochib qutulibdi degan xabarlar oramizda tarqaldi. Ammo biz ayollar bo'lsin yoki erlar bo'lsin, qochsa bo'lmaydi, qochmasin. Yaqinda ular bevosita Turkiyaga ketdi deb bizning oramizdagi qochoqchining xotinlari tarafidan qattiq to'slatdi. Ayollarga palonchi degan qochoqchining ayoli mas'ul bo'lib, qochishga hargiz bo'lmaydi deb bizni boshqaradi va bizga ko'z quloq bo'ladi. Chunki shu vaqtlarda Taylanddagi odamlarning yo'lini menayotganlar paloni va palonlar edi. Bu yerdagi odamlarmi paloni qochoqchining otasi bilan vatandan chiqqan odamlar ekan. Biz bor yatoqdan ma'lum bir kuni kechda ayollardan 3 ayol va 2 kichik bola qochib ketibdi. Orasidagi bir ayol mendek yoshli cho'ng ayol edi. Ular salomat Malayziyaga qochib beribdi degan xabar tarqalib, yotoq ichi o'rang-churung bo'lib ketdi. Shuningdan keyin yotoqni saqchilardan sirt shu boshliq ayolning odamlarimi qattiq nazorat qilgan bo'ldi. Balkim bir hafta o'tdimikin buvay telefon qilibdi. Sizlarni turmudan qochiramiz, hech kimga demanglar, tayyor bo'lib chandirmay turinglar dedi. Men "Tova dangla, qirg'anda nega qochaman? Qanday qochaman?" Men "Kafirlar biz qochmasaqmi qo'yib bermamdikan?" deb qayg'och, "Sizlar qanday qilasizlar biz qochsaq?" dedim. Buvay, "Oldi bilan sizlar bir qutulinglar. Ondan biz qochamiz. Ammo bu ishni hech kim bilib qolmasin, chunki oramizda qochishimizni to'sdiganlar bor. Bilib qolsa saqchilarga deb qo'ydi" dedi. Shu gap, men model buni demoqchi edim. Qochish uchun 2 yerdan qochishimiz kerak. Biri yenimizdagi kuzatchi Uyg'ur ayollardan, yana biri turma saqchilarining qo'lidan. Bu ishlar qat'iy kallamdan o'tmay, qandoqmi qilarman deb telefonni qo'yibdim. Aradan bir kun o'tib, men va yenimdagi bir necha odam bo'lib, cho'ng kichik 7 odam qochadigan bo'ptimiz. Oldimizga bir Uyg'ur bola kelib bizni bu turmadan elib ketadigan bo'pti.
Ammo biz bu turmadan qanday qochimiz? Yashim cho'ng'aygan tursa, azroq mangsa ma'sira bo'lolmayman. Uning ustiga kechida boshqalar qochib ketmasin deb ma Uyg'ur xonimlar ko'sadigan tursa, deb to'xtamay qaytdim o'zimga. Shundaqla turmadan chiqishdi xitas. Qanday qilarmiz deb beshim baq qatdi. Ammo hammani bilguchi zot bandalarning toqat etmaydigan ishga taklif qilmaydiganligini esimga ololmagan ekanman. Mening kechida qocholmaydiganimni, yo'lda yugurolmaydiganimni, hatto uzun yo'lni mangolmaydiganimni Rabbim yaxshi biladi emasmi? Rost degandek biz turmadan tong yurganda ko'zim hammani ko'rdigan vaqtda chiqadigan turvatgan kamerning keyindagi tomga narsa qo'yib tomdan sirqi chiqib tursaqla mashina bizni elib ketadigan qutulish yo'lini Rabbimizga taqildi. Ammo men yotoqdan chiqmay turib qo'rqishga boshlagan edim. Shundaqdimi qirajinimni elib qandaqlik qilmasam men tasdiqda turma temidan artilib o'tib turmaning teshig'i chiqib oldim. Mana men hozir turmadan qochib o'tatdim. Bu qitimliq anlatışımız mana muş yerda oxirlashdi. Keyingi anlatışımızı ko'rishgacha Janob Allohga topshirdik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.